eng baxtsiz ona kim ekan bilasizmi? Farzandiga his tuyg'usini bermagan ona. Sal shamol esganida yilvizakda shamol bo'lmasin deb qavat-qavat kiyintirib, ochlik ta'mini his qildirmasdan og'zidan ham, burnidan ham nima bo'lsa yedirib o'lib qolmasin deb his tuyg'usini bermaydigan ona dunyodagi eng baxtsiz ona ekan. Bola sovuq shabadani bilishi kerak, sovuq havoni, tabiatni his qilishi kerak va u ochlik hisini ham va uni orzulari paydo bo'ladi. Eng baxtsiz ona bolasiga his qilishga qo'yib bermaydigan ona. Eng baxtli ona esa mana shu xatolarni qilmasdan farzandini mulki sifatida emas, amonat sifatida uni o'zi och qolganida taomlantirishi va ixtiyori qadar. Ya'ni mana buni yemasang bo'lmaydi deb majburlab beradigan onalar bor. Ras farzandi tortmayaptimi, yegisi kelmayaptimi? Qo'yish kerak, chunki inson faqat yeyish uchun yaralmaganda dunyoda. Inson faqat yeyish uchun, oshqozon uchun yaralmagan. Bolalarni mana shu haddan ziyod ehtiyotkorlik ham orzu, his qilish degan eng kuchli nuqtalarini yopib tashirgan.